Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Biz final kunini belgiladik. 1850 dona bilet qolibdi. Final shu keladigan yakshanba 8-mart kuni, bayram kuni do'stlar, kechqurun soat 6 da Moskva vaqti bilan finalimiz bo'ladi. Hammaga omad akalar, bilet olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, karta nomerlari qoldirganmiz. Alfa Bank o'zgargan, e'tibor beramiz do'stlar. Hozir Alfa Bank Safarbek nomida. Boshqa kartalar o'sha. O'zbekistondan ikkita karta qo'yilgan Zulfiya nomida, Tojikistondan kartalar qo'yilgan Vaqtcha nomida. Sizga qaysi karta qulay bo'lsa, pul o'tkazib, chekni WhatsAppga jo'natsalaringiz, bilet yozib beradi. Bilet narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 ta. Prizlarimiz 230 ming dollar bo'lib qo'yilgan, ground priz 100 ming dollar. Yana bitta 50 ming, ikkita 25 ming, 20 ming dollarlik va 100 ta 100 dollarlik prizlar. Hammaga omad akalar. Bugun efirga chiqa olmadik, yo'lda edik, kechikdik. Ertaga kechqurun jonli efirda ko'rishguncha sog' bo'lingizlar.